Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan oksimetalon, ya'ni anapolon, anabolik steroid haqida gaplashamiz. Oksimetalon 1959-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, u dihidrotestosteron sintetikasidan hosil bo'lgan anabolik va androgen steroid. Ya'ni u birinchi bo'lib tibbiyotda ishlatilgan, kamqonlikda qizil qon hujayralarini juda ham ko'p ishlab chiqarilgan, keyinchalik sportchilar o'rtasida juda ham tez massa yig'ish bo'yicha mashhur bo'lgan. Oksimetalonni faqat bitta shakli bor, tabletka shakli. U og'iz orqali qabul qilinadi. 17 alfa alkaloidni bo'lgani uchun u jigarga bosim beradi. Endi oksimetalonni plyuslari haqida gaplashamiz. Oksimetalon oqsil sintezini oshiradi. Eng kuchli massa olish steroidlardan biri. 4 va 6 haftalarda kursda ko'pchiliklar 5 kg dan 10 kg gacha massa olishadi, lekin buni hammasi ham quruq massa emas, ko'pi suv bilan bo'ladi. Kuchingizni keskin oshiradi, tiklanishni tezlashtiradi, GSPgni pasaytiradi, yog' yo'qotishga yordam beradi, sinovial suyuqlikni oshiradi, qizil qon hujayralarini ko'paytiradi. Bu esa siz ko'proq trenirovka qilishga yordam beradi. Xo'p, endi oksimetalonni minuslari, pobochkalari haqida gaplashamiz. Boya aytganimdek, oksimetalon jigar uchun juda ham og'ir yuklama tushiradi. Xo'p, tanada va yuzlarda suv ushlab qolishi mumkin. Ertalab turgan paytingizda yoki oqshom chog'ida yuzlaringiz yoki oyoqlaringizda shish paydo bo'lishi mumkin. Boya aytgandek, oksimetalon tanada ko'p suv ushlab qoladi. Ginekamastiya xavfi bor. Yaxshi xolesterin pasayadi, yomon xolesterin ko'tariladi. Bu esa yurak va qon tomirlar kasalliklarini keltirib chiqaradi. Qon bosimini oshiradi. Bu esa yurakka yuklama tushiradi. Qonni quyuqlashtiradi. Gematokrit, eritrositlar, gemoglobin ko'tariladi. Tanada, yuzlarda sochlar, tuklar paydo bo'lishi mumkin, toshmalar paydo bo'lishi mumkin. Tabiiy testosteroningizni bosib qo'yadi. Bu esa kursda albatta oksimetalon bilan testosteron qo'shish kerak bo'ladi yoki oksimetalon sonini o'zini kurs qilganingizdan keyin albatta PKT qilish kerak bo'ladi. Endi oksimetalon dozasi va qancha vaqt kurs qilish kerak bo'ladi. Oksimetalon yangi boshlovchilar uchun kunlik dozasi 25 va 50 mg dan bo'ladi. Kuniga 2-3 marta bo'lib ichish kerak bo'ladi. O'rtacha tajribasi bor odamlar uchun kunlik dozasi 50-100 mg dan bo'ladi. Professional tajribasi yaxshi bor sportchilar uchun esa kunlik dozasi 100-150 mg dan bo'ladi. Oksimetalon bilan kurs asosan 4, 6 yoki 8 hafta qilishadi. Xo'p, bugungi mavzumiz oksimetalon bo'ldi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, videoga bir dona like bosib, Telegram, YouTube kanallarimizga obuna bo'ling.